Man kiraman, sotib bo'ladi. Albatta sotib bo'ladi. Chunki men Roman Kompotman. Xullas endi kiramiz. Hammaga salomlar bilan Kompot. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bu videoda biz uydagi mashinalar yoki mashinalik uylar va shunaqa nimachalar sotib olamiz. Bunaqa mashinalik uylar juda ham zo'r, juda ham shikarniy, juda ham zdaroviy, ya'ni juda ham tetik uylar sotib olamiz biz. Bu videomizda xullas qiziqarli bo'ladi deb umiddaman. O'xti mana uycha qaranglar. Ham uy, ham mashin, ham palatka. Ichida oshxonasi ham bu, to'rttasi birda. Menda bir stak, ya'ni 64 ta zumrad blokim bor, zumradlim bor. Zumradim blok emas. Assalomu alaykum. Bu mana mashina qancha turadi? Fura. Va alaykum assalom. Bu furada juda ham katta qulayliklar bor. Bu fura shunaqangi zo'r, ichida tualet deysizmi, oshxona deysizmi, ichida palatkalar bor deysizmi, hamma narsasi bor va bu fura 64 ta zumrad blok turadi. 64 ta zumrad blok, bu juda ham qimmat-ku. Varshada bu mashinchangiz bundan arzon ham turadi. Menda axir 64 ta zumrad blok emas, 64 ta zumrad bor xolos. Shuning uchun men bu mashinani sotib olmayman. Baring, siz ham bir latta ekansiz. Bu mashinchachi, oq mashincha qancha turadi? 20 ta zumrad blok. Sizlarni do'konlaringda yomon qimmat turar ekan bu narsalar. Manovi zangorcha qancha turadi? Menimcha bu zangorcha arzon turadi. To'g'rimi? Zangor esa 10 ta zumrad blok turadi. 10 ta zumrad blok, sizlar tomlaring ketganmi? Vashida bu qimmatlashib ketyapti-ku. Muncha qimmat bu 10 ta zumrad blok. Vashida bu juda ham qimmat. Bu mashinchangiz hammasi bilan ham deyman, bu qancha turadi o'zi? 400 ta zumrad blok. Qancha? 400 ta muncha qimmat. Vashida furidan kam-ku menda haqida aqlli tilim aylanmay qolyapti bunchalik qimmatligidan. U muncha chiroyli bu. Vashida shikarniy. Bu qancha turadi? 50 ta zumrad. Nima? Muncha arzon, muncha chiroyli bu. Vashida zo'r mashincha ekan. Bu uylik mashinlarning ichida eng legendasi bu bo'lsa kerak. Qaranglar, vashida mashincha bu ham ichida monaqa ulangan joylari bu. Xohlasam ajratib olaman ikkiga. Eshigi ham bu ochiladi, zo'r, chotki. Bundan zo'ri dunyoda yo'q. Bundan zo'ri yo'q aytaman-ku. Juda ham zo'r. Qaranglar, ichida xohlagan narsangizni qo'ysangiz bo'ladi. Bu sifatsiz mashina, o'shaning uchun buni sotib olishingizni tavsiya qilmayman. Buni ichida hali tualet ham yo'q-ku. Tualet, har qadamda tualet bor. Kerak bo'lsa o'zim tualet qo'yib olaman. Tualet vashida problema emas men uchun. Bu mashinchani sotib olaman. 50 ta zumradmi? 50 ta zumrad beraman. Adashib ketyapman. 50 ta zumrad beraman va bu mashinchani sotib olaman. Mana furalarga qaraganda yoki mana bu 400 ta zumrad blok turadigan nimaga qaraganda juda ham qulay ekan bu.